Qoidabuzarlik yo'qmidi? Yo'q deyapti hakam. Usmonaliyev toza o'ynabdi. Ilgiz Tantashevga nisbatan xorazmlik muxlislar bosim o'tkazishga harakat qilib ko'rdi, ammo o'yinni davom ettirishga ruxsat bermoqda hakam. Aleksandr Andronikashvili zarba yo'llandi. Oho! Super gol! Aleksandr Andronikashvili shedevr yo'llayapti hozir. Turning eng chiroyli gollaridan biri etib beriladi. Mana kuzatamiz. Xo'p, top trayektoriyasi o'zgardi. Yaxshigina o'zgardi top trayektoriyasi. Xorazm himoyachilarida ayb bormi? Kutishganmidi mana shunday zarbani? Bu darajada super ijroni menimcha kutishmagan. Darvozabonda endi ayb menimcha yo'q. Yuqori burchakni nishonga oldi.